narkotik olsak ham o'zimizni og'riq qoldira olmaydi-da. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlarmi? Mana shu yerga kelishimizdan oldin o'zim Qo'rg'on tumani reanimatsiya bo'limida anestezist bo'lib ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Bundan 15 yil oldin biz ham mana 16 yil bo'ldi ishga kirganimizga. Bu kasallik bilan chalinganimizga salkam 1 yildan o'tib qoldi mana. Oldin kelganimizda kelishimizdan oldin juda og'riqlar qattiq, kuchli, hattoki kechasi ham uxlolmasdan chiqqan paytlarimiz bo'lgan. Qilmagan ko'llarimiz qolmadi. Bormagan doktorlarimizga, chunki hamma doktorga borsak, kimga uchrasak, faqat operatsiya deyishdi. Menda 8 ta grija bor edi. 8 ta grijadan 4 tanasi o'ta disk qisib qolgan, bitta oyoqqa bergan, qo'ymish terisida og'riq shunaqa kuchli bo'lgan, yurgizmaganda. Hatto bu yotgan paytimizda ham 10 minut aqo'ntarlardik, 10 minut baqo'ntar, zo'r qo'ntarilib olardik. Shunaqangi darajada shunaqangi og'riq kuchli edi. Hattoki qo'pol qaytganda anaqa bo'lsa ham aytamiz, narkotik olsak ham o'zimizni og'riq qoldira olmaydi. Umuman qo'l dori yo'q deydi. Faqat massaj, shu o'zining ikkita muolajalari bor, qiladigan ish shu, faqat tabiiy yo'l buni. Bunaqa qo'l qilib, boshqa blokada qilib, boshqa qilish degan narsa. Kelinglar, shifoxonadan o'zi aslida bular sababchi insonlar. Hammani kelishga taklif qilamiz. Kelib shifo topib ketishingizdan so'raymiz.